o'ylab ketdi-ku. Assalomu alaykum gruppadoshlar, hamkasblar. Bir bizni ishga baho berib qo'yinglar mana. Mana qaranglar. Voy jalotku. Qaranglar. Xudo xolasa to'ldirib oldim men. 2 kun deganda zo'rg'a to'ldirdim. Xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh ishlarimiz tugayib qo'yadi. Shikayat ukamiz bo'lib qoldi. O'zlaringiz baho berasizlar mana. Bu yog'imiz shpakilovka bu, maytgacha keldi. Hozir mononi hozir. Manoni rodbon bilan maytini shunday to'g'rilab, patxadash qilib olib borib turib, keyin bu yoq shpakilovka bo'ladi. Hozir yog'ini ham bizdan oldin ustalar chalaqib ketgan joyi bor ekan. Mana o'shatlarni endi hozir rodbonlab chiqyapmiz. Burchaklar. Bu videolar ko'rsalaring, burchak вообще yo'q edi-da. Endi sal-sal qo'ldan kelgancha olib keldik. Nagruska ham berib bo'lmaydi-da. Hozir endi maytni tortsa, samoglarni ishga turgan tugatdim mana. Xudo xolasa inshaalloh. Bu tarafga qo'ying, ya'ni ertaga zinglatib tashlayman. Asosiy mashag'atda 9,5 sm ga 4,5 sm. 6,5 sm ga tepasi 3,5 sm. Maytlar ham qiyshiq deysizlar endi bo'lsa. Hozir yana bunga perfugul qo'yiladi. Ustiga bir sloy rodbon, bu yoqqa ham qo'llab-quvvatlab turasizlar.